Men bugun o'z hayotimizda juda muhim va quvonchli o'zgarish haqida gapirmoqchiman. Ukam qariyb 20 yil davomida epilepsiya kasalligi bilan qiynalib kelgan. Bu yillar davomida biz juda ko'p qiyinchiliklarni boshdan o'tkazdik. Turli shifokorlarga bordik. Har xil tashxislar qo'yildi. Turli xil davolanish usullarini sinab ko'rdik. Ba'zida umidimiz oshdi, ba'zida esa tushkunlikka tushdik. Lekin biz hech qachon umidni yo'qotmadik. Ixlos bilan, sabr bilan natijani kutdik. Yillar davomida izlanishda bo'ldik. Va nihoyat sog'lom turmush klinikasiga murojaat qildik. Bu yerda biz butunlay boshqacha yondashuvni ko'rdik. Shifokorlar har bir holatga jiddiy qaraydi, bemorlarga mehr bilan muomala qiladi va eng muhimi davolashga ishonch bilan yondashadi. Bugungi kunda ukamning ahvoli avvalgidan ancha yaxshi. Bu natija biz uchun juda katta quvonch va yengillik bo'ldi. 20 yil davomida kutgan natijamizni alhamdulillah erishdik. Sog'lom turmush klinikasi jamoasiga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Ularning mehnati, sabri va e'tibori uchun katta rahmat. Agar kimdir shunday muammoga duch kelayotgan bo'lsa, ularni yo'qotmang. To'g'ri joy, to'g'ri shifokor topilsa, albatta natija bo'ladi.